Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz obunachilar, jigarlar, sog'misizlar, omonmisizlar, ro'zalarda charchamasdan. Mana biz Xudo xolasa ishimizni boshlab oldik. Inshaalloh mana necha qator oldi? 5 qator. Bu yog'ida ko'tarilgan, bu yog'ida 3 qator. Ustalarga malades, maşallah. O'ta tezlik bilan shaqillatish boryapti. Город Mariupol. Ustalar ishlariga baho berib qo'yasizlar. Akalar mana shu guruhning iloji boricha kanalni tarqatib ma'vor urasizlar. Boshdan sirtidan to'g'rilagan qo'ydim. Ayo, sirtidan to'g'rilamayman. Sirtni ishlardan o'zgartirdim. Nima sirti? Nari qarang, jonlanka qo'ysangiz-chi. Nimaga? O'zbekiston ko'rib. Azizlarim, jigarlarim deb mashhur. Ha, klass. Lak Zvezda qahramon oldi-yu. lak bosib qo'yinglar. Bog'chadagi turibdi. Ish ketyapti, ko'z tegmasin mana. Xudo xolasa. Ertaga ikkinchi obyektni fundamentini sizlarga video qilib ko'rsatamiz. Bu bunday narsa ekanda. Moshi chekasiga rastvor bo'lar ekan, maga pena bo'lar ekan. Keyin bu yonboshida pena bo'lar ekan. Qolgan yeri rastvor bilan ketaverar ekan. Nima? Ertadan keyin belgilashib qo'yadi-da, qachon. Oktyabrga belgilashib kelsin. Iloji boricha akalar videoda tarqataverasizlar. Ishsiz yotgan aka-ukalarimiz bo'lsa naqalarga yetib qoladi. O'zimizdan oshgan ishlarni Xudo xolasa berib boraveramiz. Yangi haftadan uylar ko'payib qoladi. Общий 360 tami uyga anaqa qilingan, dakmet qilingan. Hozir etap-etap boshlanyapti. Shunga video keyinroq tarqatib yuborsanglar, Xudo xolasa ishlar ko'p. Kelishib uraveramiz. Hozircha Mariupol shahrida bo'lyapti. Bu kottej uylardan tashqari boshqa ishlar ham bor. Fasadlarimiz bor, shkaturkalar bor. Ish ko'p, xullas. Ertaga chiqib ketamiz-da o'zi. Alo, bichalar, bichalar kimga qolishi mumkin deyapti. Qaysimi? Nima? Boshqa
Bozor kuni kelasizda ular. Yetti o'lan. Ha, u narigi obyektni boshlayveradi ular, sirasi. Bozor kuni u yoqda-da. Bu yoqqa borsangiz-da ularni. Santexnika bolalar ham kerak bo'ladi. Mana shu uy qurilayotgan uylarda polniy santexnika, elektrika montajlari bo'ladi. Внутренний отделкалari bu azayki qanaqa отделкani xohlasa, shunaqa отделка bo'ladi. Ularga ham usta bolalar kerak bo'ladi. Har bitta bitgan uylarda отделка ishlarini qilib ketish kerak baribir. Zakaz qiladi baribir uy egasi. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Bizni kuzatishda davom eting, xudo xolasa. Har kunlik qilinayotgan ishlarni, bo'layotgan ishlarni tashlab boramiz.